Mana shuni hisobga olib, ortda masalan uch masala bo'yicha demak tafsirlab berishingizni so'rayman kun tartibini. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Demak, kun tartibi mana shu tarzda endi tafsirlandi. Hurmatli deputatlar, yana biz reglament tasdiqlab olishimiz kerak. Quyidagi sessiya reglamenti taklif qilinmoqda. Ma'ruzalar uchun 10 daqiqa bo'ladimi? Yo 15 daqiqa qilaylikmi? 10 daqiqa yetadi. So'zga chiquvchilar va munosabat bildiruvchilarga demak 5 minutdan. Savol javoblarga 3 minut bo'ladi, yetarli. 3 daqiqacha. Boshqa takliflar yo'q bo'ladigan bo'lsa, demak, ovoz yo'qlayman. Qo'l ko'tarib mana shu daqiqalarda reglamentda demak ovoz berishlarini so'rayman. Rahmat. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Reglamentni bir ovozdan tasdiqlab oldik. Hozir demak birinchi o'rinbosar demak tushgan yo'qlar Sayfiddin. Hozir uni ikkinchi masala qo'yib ko'ramizda biz ruxsat bersanglar kun tartibidagi ikkinchi masaladan boshlaymiz. Kun tartibi ikkinchi masala bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-26 mart kungi 156 sonli qaroriga asosan Mening bog'im loyihasi doirasida Yashil bog' barpo etish yuzasidan so'zni tuman ekologiya bo'limi rahbari Dostonbek Valiyevga beraman. Marhamat Dostonbek.